Turk aktyori Emre Kıvılcım Yulduz Rajabova bilan ayni paytdagi munosabatlariga oydinlik kiritdi. Mendirman Jaloliddin serialida bosh qahramonni gavdalantirgan turkiyalik aktyor yangi bergan intervyusida ko'plab qiziqarli savollarga javob berdi. O'zbekistonga oxirgi paytda tez-tez kelasiz. Buning sababi nima? O'zbekiston men uchun o'zgacha ahamiyatga ega mamlakat. Men o'zbeklarning qahramonini ijro etish asnosida mamlakatingizning tarixini o'rgandim. Bu yerda ko'plab do'stlar orttirdim. Tarixiy shaharlarga sayohat qildim. Sizni O'zbekistonda Jaloliddin sifatida tanishmoqdami? Albatta. O'zbek tomoshabini meni Jaloliddin sifatida taniydi. Ammo ular Vido maktubi serialidagi obrazimni ham yaxshi bilishadi. Shu ikki serialdagi rollarim orqali tanishmoqda. Mendirman Jaloliddinga katta pul sarflandi, lekin mablag' o'zini oqlamadi. Buning sababi nima deb o'ylaysiz? Bilasizmi? Bu yerda televizion seriallar sistemasi biroz boshqacharoq ekan. Turkiyadagi seriallarning yangi qismi haftada bir marta namoyish etiladi. Tomoshabin o'sha qism chiqadigan kunni sabrsizlik bilan kutadi. Jaloliddin ham xuddi shunday bir haftada bir marta namoyish etildi. Lekin o'zbek tomoshabini serialni har kun ketma-ket tomosha qilishga odatlangan ekan. Ushbu serial Turkiyadagi eng katta loyihalardan biri sifatida e'tirof etiladi. Turkiyada sizni qanchalik tanishadi? Reytingingiz qanaqa? Bu savolingizga mening javob berishim xato bo'ladi. O'z reytingim haqida o'zim gapira olmayman. Ayni paytda Vido maktubini tugatdik va yangi loyiha ustida ishlamoqdamiz. Sizni o'zbek aktrisasi Yulduz Rajabova bilan birga ko'rishga odatlanganmiz. Ayni paytdagi munosabatlaringiz qanday? Yulduz bilan hali ham gaplashamiz, ko'rishib turamiz. Munosabatlarimiz hammasi yaxshi, sevgimiz bitmas. U mozorga qadar. Yulduzni hali ham yuragimdan sevaman, deb ta'kidladi turkiyalik aktyor.